Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 23 avgustdan boshlab oddiy odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qiladigan keskin o'zgarishlar haqida. Bu gap faqat tadbirkorlarga, faqat pensionerlarga yoki faqat davlat tashkilotlariga tegishli emas. Bu masala kommunal to'lov qiladigan, bank kartasidan foydalanadigan, nafaqa yoki pensiya oladigan uy-joy hujjati bor. Telefon raqami nomiga rasmiylashtirilgan har bir odamga tegishli. Eng muhim savol, nimaga tayyor turish kerak? Qaysi hujjatlarni oldindan tekshirish kerak? Kimlar muammoga duch kelishi mumkin? Kimlar esa xavotir olmasa ham bo'ladi? Men bugun buni oddiy tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xato aynan mayda ko'ringan joylarda bo'ladi. Telefon raqami boshqa odam nomida, bank kartasi eski pasportga ulangan. Kommunal hisob raqamida qarzdorlik noto'g'ri ko'rinadi. Subsidiya yoki nafaqa hujjatlarida bitta raqam xato yozilgan bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam navbatda yurmaydi, jarima to'lamaydi va eng asosiysi, o'z pulini, vaqtini va asabini asraydi. Oldin ko'p ishlar qog'oz bilan hal bo'ladi degan tartibda yurardi. Masalan, bir joyda hujjat yetishmasa, odam boshqa idoraga borardi. U yerdan ma'lumotnoma olib kelardi, keyin yana qaytardi. Kommunal to'lov bo'yicha ham ko'pincha kassaga borib, kvitansiya olib mana to'ladim deb ko'rsatish mumkin edi. Pensiya yoki nafaqa masalasida ham ko'p hollarda mahalla bank, pensiya bo'limi yoki boshqa tashkilotlar o'rtasida odamning o'zi yugurardi. Endi esa asosiy yo'nalish bitta. Ma'lumotlar bazadan tekshiriladi. Ya'ni sizning gapirganingizdan ko'ra tizimda nima turgani muhimroq bo'lib boryapti. Pasport ma'lumotingiz, JSHSH raqamingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz, kadastr hujjatingiz, soliq ma'lumotingiz, kommunal hisoblaringiz, ijtimoiy himoya bo'yicha arizalaringiz bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya tursa, bir joyda eski pasport, boshqa joyda ID karta tursa, tizim avtomatik ravishda to'xtab qolishi mumkin. 23 avgustdan keyin e'tibor kuchayadigan asosiy masala shuki, xizmatlar ko'proq elektron tekshiruv orqali yuradi. Oddiy qilib aytsam, men falonchiman deyish yetmaydi. Tizim ham sizni tanishi kerak. Bankda, kommunal tashkilotda, davlat xizmatlari markazida yoki ijtimoiy nafaqa masalasida sizning shaxsingiz, manzilingiz, hisob raqamingiz va telefon raqamingiz bir-biriga to'g'ri kelmasa, muammo chiqadi. Bu o'zgarishning sababi nimada? Birinchidan soxta arizalar, noto'g'ri to'lovlar, nomiga rasmiylashtirilmagan kartalar, qarzdorlikni yashirish, boshqa birov nomidan xizmat olish kabi holatlarni kamaytirish. Ikkinchidan, odamlarning idora yurishini kamaytirish. Uchinchidan, davlat va tashkilotlar pul, subsidiya, nafaqa yoki xizmatni aniq egasiga yetkazishni xohlaydi. Maqsad yaxshi, lekin tayyor bo'lmagan odam qiynaladi. Mana shu joyda men sizlarga aniq nima qilish kerakligini tushuntiraman. Main part 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin, birinchi navbatda shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Sizning pasportingiz yoki ID kartangizdagi ism, familiya bankdagi ma'lumot bilan bir xil bo'lishi kerak. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin bank kartasi eski familiyada qolgan bo'lishi mumkin. Oldin bunday holatda karta ishlayverardi, pul tushardi, kommunal to'lov ham o'tardi. Lekin ma'lumotlar qat'iy solishtirilganda tizim bu shaxs bir xilmi yo'qmi deb tekshiradi. Natijada nafaqa tushish kechikishi, ariza qaytishi yoki bankdan qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Misol keltiraman. Gulchehra opa pensiya oladi. U 2020 yilda ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumoti eski pasport seriyasi bilan qolgan. Telefon raqami esa o'g'lining nomida, pensiya vaqtida tushadi deb o'ylaydi. Lekin bir kuni bank mobil ilovasiga kirganda tasdiqlash kodi o'g'lining telefoniga boradi. Bank esa shaxsiy tasdiq so'raydi. Gulchehra opa, men har oy pensiya olib yurgandim-ku deydi. Muammo shunda. Oldin tizim shunchaki karta raqamiga pul tushirgan bo'lsa, endi kartaning egasi, telefon raqami va shaxsiy ma'lumot bir-biriga bog'lanmoqda. Bunday vaziyatda opa bankka borib, ID karta bilan ma'lumotini yangilashi, telefon raqamini o'z nomiga rasmiylashtirish kerak. Ikkinchi katta masala kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha hisob raqamlar kim nomida turibdi? Ko'pchilik uy sotib olgan. Lekin kommunal hisoblar eski egasining nomida qolgan yoki ota vafot etgan uy farzandlariga o'tgan, lekin elektr hisob raqami ham otaning nomida. Oldin to'lov qilinsa bo'ldi. Hech kim chuqur so'ramasdi. Endi esa qarzdorlik, subsidiya
kompensatsiya yoki imtiyoz masalasida mulk egasi, yashovchi shaxs va hisob raqamidagi ism mos kelmasa muammo chiqadi. Masalan, Sardor aka uy sotib oldi. Elektr hisoblagich hali eski egasi nomida har oy 2 ming so'm to'layapti. Bir kuni qarasa, tizimda 1 million 200 ming so'm eski qarzdorlik chiqib turibdi. Men bu qarzni qilmaganman deydi. Lekin hujjatni vaqtida o'tkazmagani uchun isbotlash qiyinlashadi. Agar u uy olgan kuni oldi sotdi shartnomasi, kadastr hujjati va shaxsiy pasporti bilan elektr, gaz va suv tashkilotlariga borib hisobni o'z nomiga o'tkazganida eski qarz alohida ko'rilardi. Mana shu o'zgarish odamlarga shuni ko'rsatadi. Endi keyin qilaman degan ish ertaga katta muammoga aylanadi. 3-masala ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya, kompensatsiya. Kimlar xavotir olishi kerak? Kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi oluvchilar. Moddiy yordamga ariza berganlar, uy-joy subsidiyasi kutayotganlar, nogironligi bo'yicha to'lov oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda eng muhim narsa oilaning tarkibi, yashash manzili, daromadlari, bank hisob raqami va ariza beruvchining shaxsiy ma'lumoti to'g'ri bo'lishi kerak. Misol uchun bir oilada xotin va 3 farzand bor. Ayol bolalar nafaqasiga ariza beradi, lekin erning rasmiy daromadi bazada ko'rinadi. Qo'shimcha ravishda bir avtomobil ham nomida turadi. Ayol bu mashina ishlamaydi, garajda turibdi deyishi mumkin, lekin tizimda mulk sifatida ko'rinadi. Yana boshqa misol, oila aslida boshqa joyda ijarada yashaydi, lekin ro'yxatda ota-onasining uyida turadi. Ariza berganda tizim shu ro'yxat bo'yicha oilaviy tarkibni ko'rishi mumkin. Natijada nima uchun rad javobi keldi degan savol paydo bo'ladi. Shuning uchun yashash joyi oilaviy holat, farzandlarning hujjatlari, nikoh va ajrim hujjatlari, ajrim ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar sizning pasport yoki ID kartangiz yangilangan, bank kartangiz o'z nomingizda, telefon raqamingiz o'z nomingizda, kommunal hisoblar uy egasining nomida, qarzdorlik yoki to'g'ri ko'rsatilgan, ijtimoiy to'lovlar uchun arizalaringizda ma'lumotlar aniq bo'lsa, sizga katta xavf yo'q, lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki ko'pincha odam hammasi joyda deb o'ylaydi, lekin tizimda eski pasport seriyasi, noto'g'ri tug'ilgan sana yoki boshqa telefon raqami turadi. 4-masala bank kartalari va pul o'tkazmalari. Men bu yerda alohida ogohlantiraman. Kartangizni birovga berib qo'ymang. Ayniqsa pensionerlar, talabalar, uy bekalari va chet eldan pul oladiganlar ehtiyot bo'lsin. Ba'zan qarindosh karta kerak bo'lib turibdi, bir oy ishlatib turaman deydi. Lekin karta sizning nomingizda bo'lsa, undagi harakatlar ham sizning nomingizdan ko'rinadi. Ertaga katta pul aylanmasi bo'lsa, savol sizga keladi. Ijtimoiy nafaqa olayotgan odamning kartasidan doim katta pul kirib chiqib tursa, tizim bu odamning daromadi bormi deb baholashi mumkin. Shuning uchun o'z kartangizni faqat o'zingiz ishlating. Birinchi nozik joy, telefon raqami. Ko'pchilik buni hujjat deb hisoblamaydi. Aslida bugun telefon raqami deyarli elektron imzo darajasida muhim bo'lib qoldi. Bank kodi, davlat xizmatlari tasdiqlovi, shaxsiy kabinetga kirish, to'lov cheklari, ogohlantirishlar, qarzdorlik xabarlari hammasi shu raqamga keladi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, siz xizmatdan foydalana olmay qolishingiz mumkin. Hatto raqam o'zingiz ishlatayotgan bo'lsa ham, operator bazasida aka, opa, farzand yoki eski tanish nomida turishi muammo. Ikkinchi nozik joy, kadastr va haqiqiy yashash. Uy kimning nomida, kim yashayapti, kim to'lov qilyapti, kim imtiyoz olayapti, bular bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, uy ona nomida. Unda farzand oilasi yashaydi, to'lovni kelin qiladi. Subsidiya uchun esa o'g'il ariza beradi. Bunday holatda hujjatlar tartibga keltirilmasa, ariza rad bo'lishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Ayniqsa uy-joy subsidiyasi, isitish kompensatsiyasi, gaz elektr limiti yoki ijtimoiy yordam masalalarida bu juda muhim. 3-nozik joy, eski qarzlar. Ayrim odamlar men to'lab kelganman deydi, lekin qo'lida cheki yo'q. Mobil ilovadan to'lagan bo'lsa, tarixni topish mumkin. Kassadan to'lagan bo'lsa, kvittansiyani saqlagan yaxshi. Agar kommunal tashkilot tizimida qarzdorlik chiqsa, men to'laganman deyishning o'zi yetmaydi. Chek karta tranzaksiyasi, bank ko'chirmasi yoki to'lov ID raqami kerak bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. To'lov qilgandan keyin chekni kamida 2 yil saqlang, skrinshot qiling, alohida papkaga joylang. 4-nozik joy, imtiyozli toifadagi odamlar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz pensionerlar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali oilalar, urush yoki mehnat faxriylari, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar ayrim holatlarda alohida tartibga ega bo'lishi mumkin.
lekin imtiyoz avtomatik beriladi deb o'ylamang. Ba'zan hujjatni yangilash, guvohnoma muddatini tekshirish, bank hisob raqamini tasdiqlash, tibbiy ma'lumotni qayta kiritish kerak bo'ladi. Agar buni vaqtida qilmasangiz, to'lov to'xtab qolmaydi degan kafolat yo'q. 5-nozik joy. Ijara. Ijarada yashayotganlar alohida ehtiyot bo'lish kerak. Siz kommunal to'lovni qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hisob uy egasi nomida. Agar qarzdorlik chiqsa, uy egasi sizga aytadi. Siz esa men to'ladim deysiz. Shuning uchun ijara shartnomasida kommunal to'lovlarni kim to'lashi, qarzdorlik qanday tekshirilishi, oy boshidagi va oy oxiridagi hisoblagich ko'rsatkichlar yozib qo'yilishi kerak. Oddiy daftar tuting. Elektr ko'rsatkichi, gaz ko'rsatkichi, suv ko'rsatkichi, to'langan sana va summa. Bu kelajakda janjalning oldini oladi. 6-nozik joy. Chet elda ishlayotganlar va ularning oilalari. Ko'pchilik erkaklar yoki farzandlar chet elda, oilasi esa O'zbekistonda. Pul kartaga tushadi. Kommunal to'lovni ayoli qiladi. Uy otasining nomida, telefon raqami esa boshqa odam nomida. Bitta xizmat uchun bu muammo emasdek ko'rinadi, lekin hammasi bir joyda tekshirilganda chalkashlik paydo bo'ladi. Chet elda bo'lgan odam ishonchnoma qoldirganmi? Bank kartasi kimda, uy hujjati kimda? Bolalar nafaqasiga kim ariza bergan? Bular aniq bo'lishi kerak. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingizni oling. Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, shir raqamini bank ilovangizdagi davlat xizmatlari kabinetidagi va boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar bilan solishtiring. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, bankka boring. Agar pasport yangilangan bo'lsa, bankdagi ma'lumotni ham yangilang. Buning uchun odatda ID karta yoki pasport, telefon raqam, bank kartasi kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Mobil operator ofisiga boring yoki rasmiy ilovasi orqali raqam kimning nomida ekanini aniqlang. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, uni o'z nomingizga o'tkazing. Ayniqsa bank kartasi, pensiya, nafaqa. Davlat xizmatlari shu raqamga ulangan bo'lsa, buni kechiktirmang. Telefon raqami yo'qolsa yoki SIM karta bloklansa, bank va davlat xizmatlariga kirish ham qiyinlashadi. 3-qadam, kommunal hisoblarni tartibga keltiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, chiqindi va boshqa to'lovlar bo'yicha hisob raqamlaringizni tekshiring. Qaysi biri kimning nomida? Qarzdorlik bormi? Hisoblagich ko'rsatkichi to'g'rimi? Agar uy sizniki bo'lsa, lekin hisoblar eski egasi nomida tursa, kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, pasport yoki ID karta bilan tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar qarzdorlik noto'g'ri bo'lsa, ariza yozing. Arizada falon hisob raqam bo'yicha qarzdorlikni qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. To'lov cheklaridan nusxa ilova qiling. 4-qadam, bank kartalaringizni ko'zdan kechiring. Nechta kartangiz bor? Qaysi biri ishlayapti? Qaysi biri unutilgan? Kimdir sizning kartangizdan foydalanmayaptimi? Mobil ilovadagi kirish paroli xavfsizmi? Agar kartangizni boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, darhol to'xtating. Keraksiz kartalarni bank orqali yoptiring. Agar ijtimoiy to'lov olsangiz, aynan o'zingizning nomingizdagi faol kartani ko'rsating. Karta muddati tugashiga yaqin bo'lsa, oldindan yangilang. 5-qadam. Ijtimoiy nafaqa va subsidiya oladiganlar hujjatlarni yig'ib qo'ysin. Nimalar kerak bo'lishi mumkin? Pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati. Nogironlik guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank hisob raqami, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, kadastr hujjati, ijara shartnomasi bo'lsa, uning nusxasi. Har bir hujjatning rasmi telefonda ham bo'lsin. Qog'oz nusxasi ham alohida papkada tursin. 6-qadam, ariza yozishni o'rganing. Ko'p odam og'zaki aytib ketadi, keyin javob olmaydi. Har bir muammo bo'yicha yozma murojaat qiling. Masalan, kommunal qarzdorlik bo'yicha men falonchi, falon manzilda yashayman. Falon hisob raqamida ko'rsatilgan qarzdorlikni qayta hisoblab, to'lovlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Ilova to'lov cheklari bank bo'yicha. Shaxsiy ma'lumotlarimni yangi ID karta asosida yangilab berishingizni so'rayman. Ijtimoiy yordam bo'yicha arizam rad etilgan sabablarni yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda himoyalanish oson bo'ladi. 7-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mahalladagi gap, telegramdagi mish-mish yoki tanish bilishning aytgani bilan qaror qabul qilmang. Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy kol markazi, kommunal tashkilotning rasmiy bo'limi, My.Konkogov.uz kabi rasmiy kanallar orqali tekshiring. Agar kimdir pul bersangiz muammoingizni hal qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling.
Hozir ko'p firibgarlar aynan shunday vahimali yangiliklardan foydalanadi. Demak, 23 avgustdan keyingi o'zgarishlarning eng asosiy mazmuni shuki, endi ma'lumotlar aniq, mos va yangilangan bo'lishi kerak. Pasport boshqa, bank boshqa, telefon boshqa, kommunal hisob boshqa odam nomida bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Eng ko'p xavf pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ijarada yashovchilar, uy sotib olib hujjatlarni o'tkazmaganlar, kartasini boshqalarga berib qo'yganlar va telefon raqami o'z nomida bo'lmaganlarda. Bugunoq 3 ta ishni qiling. Hujjatlaringizni tekshiring. Telefon raqamingizni o'z nomingizga rasmiylashtiring. Kommunal va bank ma'lumotlarini tartibga keltiring. Shunda keyin navbatda yurish, asabiylashish, to'lov kechikishi yoki ariza rad bo'lishi ehtimoli ancha kamayadi. Sizda qaysi masala bo'yicha savol bor? Kommunal to'lovmi, bank kartasimi, nafaqami, subsidiya yoki hujjatlarmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday o'zgarishlarda eng katta yutuq vaqtida xabardor bo'lish.